Qancha bo'lgan qandli diabetizga? 2 yil 3 yil bo'lib qo'ydi u. 2 yil 3 yil bo'ldi. Nimadan keyin bo'ldi? Oyoqlar uyushib, anshib keladi. Shundan Qo'rquvda bo'ldimi yoki ota-onalarda bormi? Shu ota-onalarimizda bor u. Bor, ota-onangizda. O'sha gendan yuqqanmi shunda? Qattiq qo'rquv yoki qattiq stress bo'lmadimi? Shundan ham bo'ladi-da. Qo'rquv bo'lmadi, xursandchilik bo'lsa ham bo'ladi deydi-ku. Qattiq stress qilish bo'ldi-da, shunda to'g'rimi? Ha. Birinchi bo'lganingizni qayerdan bilib qolgansiz? Oyoqlaringizda o'shishli bo'lgan, to'g'rimi? Yanachi? Shunda doktorga borib tekshirtirib, shundan bilib oldim-da. Necha chiqdi birinchi? Birinchi 12,5 chiqdi, o'sha 12,5 chiqdi. Ha, keyin nima bo'ldi? Doktor nima derdi? Dori ichib, keyingi o'lchaganda 17 chiqib ketdi-da. Ko'tarilib ketdi. Ko'tarilib ketdi. Keyin damlama ichishni Insulin oldingizmi? Yo'q. Insulin ko'ramadingiz. Damlamani qayerda ko'rdingiz? Damlamani shu telefonda reklamada ko'rdim. O'zingiz ko'rdingiz, o'zingiz gaplashdingiz, a? Boshida damlamani ko'rganingizda olishingizdan oldin ishonchsizlik bo'lganmi? Ya bo'ldi, mana Mirzo Xalmetov ona qildi-ku. O'shandan keyin ishonch bo'ldi. Qanchadan beri ichasiz? 2 oylar bo'ldi-yu, 2 oy 3 oy bo'lib qo'ydi. 2 oy bo'ldi. Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Qanaqa ta'sir qildi sizga? Yaxshi, hozir yaxshi yuribman. Nima ta'sir bo'ldi mana? Aytingchi, bemalol aytavering. Birinchi o'rinda uyqu yaxshi bo'ldi. Uyqungiz yaxshi emasmidi? Ha, ko'p uxlolmaydim. Bezovta bo'lardingiz-da? Ya shu ana qiladim, keyin ana kechalar tashqariga ko'p chiqardim. Peshobga ko'p chiqardingiz. Hozir? Hozir yo'q. Chiqish yo'q. Yana nima holatlar? Yurishlarimda o'zgarish bor. Qandaydir Tetiksiz. Bo'dri yurasiz. Oyoqlaringizda og'riqlar bormidi? Bo'g'imlarda? Ha, bor edi. Bor edi. Endi hozir qanaqa holatingiz? O'sha choydan keyin qanchalik darajada o'zingiz sezdingiz o'zgarganingizni? Sezib yuribman, endi bilmayman. Oldinga qaraganda ancha tetikman-da. Masalan, ko'pchilik mahsulotni reklama deyishadi-da. Ungiz qanaqa qaraysiz? Xalq orasiga kirib reklama qilmaymiz-ku, to'g'rimi? Yaxshi. 6,1 chiqdi sahringiz. Ancha yaxshi. Ovqatlanganmisiz hozir? Ha, ovqatlangan. Ovqatlangan holatda zo'r 6,1 yaxshi. Shab ancha aytyapman-ku, o'zimga seziladi. Tetik yuribman-da. Yoqdimi axir mahsulot sizga? Ha. Boshida sizga o'xshab, ixlossiz icha olmayotganligini nima deya olasiz? Hop, ichsin. Eng zo'r narsa ekan bu. Hozir dori ichasizmi? Shu damlamada shu yuribdi. Yo'q, damlamadan oldin ichgan dorilaringizni ichasizmi hozir ham? Yo'q. Ichmaysiz, a? Qancha bo'ldi tashlaganingizga? Yashamon damlamani ichgandim. Ichdi boshlaganingizdan tashlagansiz. Ana qildim, o'lchatdim. Shu anaga bir o'lchatganimda 6,2 chiqdi. Mana hozir 6,1 deb turibsiz. Shu yaxshi, zo'r. Yaxshi, holatlaringiz yaxshi. Dieta qilasizmi? Dieta bashti qilmayman. Shirinlikdan tiyilganman, faqat shirinlik yemayman. Shunday qilib qolgan narsalarni yeyverasiz. Yeb yuribman. Bo'g'imlaringizda og'riqlar, oyoqda og'riqlar yo'qmi? Yo'q, xudoga shukr. Bunaqa holatlar. Oyoqda salgina bujirdash bor. Lekin o'zingiz holatingiz yaxshi, ancha. Yaxshi, xudoga shukr. Natijasi bo'lgandan xursandmiz. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Xudo xolasa yana ichishda davom etsangiz, sahrlaringiz yo'q bo'lib ketganini ko'rish nasib qilsin. O'zi yo'q bo'libdi-ku. Yo'q, xudo xolasa yo'q. Yo'q. Charchamang, rahmat kattakon sizga.